videoda sizga qanday qilib aviabiletlarni eng arzon narxlarda xarid qilish mumkinligini o'rgataman. Bu videoga like bosib qo'yishni unutmang. Bilet sotib olishda oldin birinchi bilish kerak bo'lgan narsa bu marshrut. Uchayotgan joyingizda primo uchsa bo'ladimi? Qaysi persatkalar bilan arzonroq chiqadi? Bularni bilish uchun Aviasales yoki Skyscanner degan agregatorlarni ishlatamiz. Masalan, Toshkentdan Istanbulga uchaman deylik. Datani hozircha tanlamay turamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, agregatorlar eng arzon va qulay persatkalar bilan topib beradi. Qaynoq takliflarga ko'proq ahamiyat bering. Bu biletlar ko'pincha skidkada bo'ladi. O'zingizga qulay reys topib olganingizdan keyin shu aviakompaniyani o'zining saytiga o'tib narxlarni solishtirib ko'rasiz. Masalan, agregator biletni Uz Airways'dan ko'rib berdimi, xuddi shu biletni Uz Airways saytidan qarab ko'ring. Ko'pincha narx farq qiladi. Undan keyin qayerda arzonligini bilib olib sotib olishga shoshilmaymiz. Bu bilet skidkaga tushib qolishi ham mumkin. Buni bilish uchun Airhind degan saytga o'tamiz. Bu yerda reysimizning datalarini kirgizib, o'zimizning reysimizni topib olishimiz kerak. Undan keyin sizga narx tushishi shanslarini ko'rsatib beradi. Agar shans 20-30% va past bo'lsa, bu bilet katta ehtimol bilan narxi tushmaydi. Hozir olaverganingiz yaxshi. Agar 50% va tepa bo'lsa, bu chiptaning narxi yana tashlashi mumkin. Bu videoni ko'p chetga chiqadigan tanishingizga yuborib qo'ying. Juda ham foydali ma'lumot.